Assalomu alaykum. Demak, bu videoda sizlar bilan VPS Writer dasturi orqali hujjatlar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Demak, buning uchun dasturni ishga tushirib olamiz, dokumentni tanlaymiz va pustoyni tanlaymiz. Endi keling siz bilan hozir qisqacha ma'lumot kiritamiz. Bir qator, masalan, bu mening birinchi VPS Writer dasturidagi hujjatim. Ko'rib turganingizdek, qisqacha tarzda bir qatordan iborat bo'lgan hujjat yaratdik. Endi bu hujjatimizni saqlash uchun bizda bir necha variantlar bor. Bulardan biri biz bilgan o'sha menyuga o'tgan holatda saqlanib tugmasini bosish. Keling saqlab ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, biz o'sha birinchi qatorda yozilgan nima matnimiz bo'lsa, mana bu joyda yozilgan nima matnimiz bo'lsa, o'sha matnni bizga mana shu joyga faylning nomi uchun yozib beryapti avtomatik tarzda. Endi keling mana shu joyda faylning nomi va uning расширенияsi to'g'risida qisqacha eslatib o'taman. Mana bu nuqtadan keyin keladigan narsa bu faylning formati yoki extensioni yoki bo'lmasam расширенияsi deb aytishimiz mumkin. Mana bu nuqtadan bu yoqdagi variant esa, ya'ni yozuv esa bu faylning nomi hisoblanadi. E'tibor bering, faylning nomlanishi degan polyaga kirishimiz kerak bo'lyapti. Endi agar sizga tip faylidan docsni o'rniga boshqa formatni tanlasangiz ham bo'ladi. Buning uchun masalan text faylni yoki bizga hozir avtomatik tarzda docx, ya'ni Word dasturining formatini, Word dasturi ochadigan formatni ko'rsatib berayotgan bo'lsa, biz imенно mana shu VPS Writer dasturi saqlaydigan format mavjud, ya'ni bu VPS. Imенно o'sha formatni ham tanlashligimiz mumkin ekan. Demak, tanlaymiz. Ko'rib turganingizdek, endi formati .vps ga aylandi. Endi keling siz bilan hozir birinchi Wordni saqlaymiz, keyin esa ya'ni docx ni saqlaymiz va bu docx dan so'ng VPS formatda ham saqlab ko'ramiz. Endi bundan keyingi ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa, biz faylni qayerga saqlashlikni belgilashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun albatta рабочий stol tezda saqlash mumkin bo'lgan joylardan. Endi bu рабочий stolga doim ham maslahat bermayman saqlashni, chunki ba'zida kompyuter bilan bog'liq muammolar sabab bexosdan programma qilishga yoki boshqa bir turli xil insidentlar sodir bo'lishligi mumkin. Imенно o'shanaqa holatlardan qochgan holatda, ya'ni ma'lumotlarni yo'qotib qo'yish oldini olish maqsadida sizga aytganimdek kompyuterdagi D diskimizga saqlashni maslahat beraman. D diskimizni ochib olamiz. Bu joyda keling endi bitta papka hosil qilamiz. Papka hosil qilish uchun bizda ikkita yo'li bor. Birinchisi sozdat papku. Ko'rib turganingizdek bu bitta yo'li. Endi birinchi papka deymiz. Birinchi papka. Keling endi yana bitta papka hosil qilamiz. Bu papkaning nomini esa VPS deb nomlaymiz. Ko'rib turganingizdek, mana bu tugmani bosganimdan so'ng yangi papka yaratib berdi. Uni nomini o'zgartirish uchun esa ustiga borgan holatda bir marta sekin bosamiz. Endi bunga VPS deb yozamiz. VPS deb yozganimizdan so'ng Enterni bosamiz. Enterni bosgandan so'ng bizda oddiy papkamizning nomi o'zgardi. Ana endi bizda yana shunaqa imkoniyat mavjud. Bu birinchi papka degan papkani VPS degan papkaga o'tkazib yuborishimiz mumkin, ya'ni ko'chirib yuborishimiz mumkin. Buning uchun birinchi papkani ushlaymiz, qo'yib yubormasdan VPS degan papkani ustiga olib borib qo'yib yuboramiz. E'tibor bering, qo'yib yuborishdan oldin переместить va VPS degan yozuv chiqyapti. Bu degani VPS ga ko'chirish degani. Ko'rib turganingizdek, bizni o'sha birinchi yaratgan papkamiz VPS degan papkaning ichiga joylashdi. Endi VPS ni ichiga kiramiz va VPS degan papkaning ichida biz hujjatimizni saqlamoqchimiz. Bunday holatda faylni o'ziga nom berishni maslahat beraman. Masalan, bu birinchi hujjat Word dasturi uchun deymiz. Endi kerakli faylga nom berganimizdan so'ng saqlash tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, faylimizni o'sha ochgan vkladkamizda nomi paydo bo'ldi. Endi u faylimizni tekshirib ko'ramiz. Buning uchun этот kompyuter va D diskga o'tamiz. Buning ichida esa VPS degan papkaga o'tamiz. Bu papkada ko'rib turganingizdek, masalan, biz birinchi yaratgan papkamiz mavjud, ko'chirgan birinchi hujjat Word dasturi uchun. Endi keling siz bilan keyingi amalni bajarishni ko'ramiz. Bu nima? Hozir bu dasturni yopaman. Ko'rib turganingizdek, Writer dasturi yopildi va yana qaytadan o'sha D diskdan VPS papkasidan birinchi hujjat dasturini ochib olaman. To'g'rirog'i faylini ochib olaman. Ustiga 2 marta bosgan holatda, как Worddagi kabi, dasturimizni o'sha VPS Writer dasturi avtomatik tarzda aniqlab ochmoqda. Endi keling siz bilan yangi bir hujjat yaratamiz. Buning uchun menyuga o'tib, новый hujjat va pustoy. Endi bu VPS Writer formatidagi hujjat deymiz. Ana endi buni ham saqlab qo'yamiz. Buni saqlashda albatta formatini, tip faylini yoki formatini VPS ga o'zgartiramiz. Ana endi saqlash tugmasi. E'tibor bering, oxirgi marta qayerga saqlagan bo'lsangiz, ana o'sha joyda saqlanib qolmoqda, ya'ni direktoriyal deb aytiladi yoki manzilimiz deyishimiz mumkin. Oxirgi saqlangan manzilimiz saqlab qolinadi o'sha Writer dasturining xotirasida va o'sha manzilni sizga taklif qiladi. Agar sizga bu manzil to'g'ri
kelmasa, unda kompyuterni yana qaytadan bosgan holatda alohida boshqa manzilni tanlashingiz mumkin. Endi keling biz hozircha o'sha papkani ichiga saqlab qo'yamiz. Сохранить. Ana endi keling siz bilan ikkita yaratilgan faylni taqqoslab ko'ramiz. Ularning deyarli farqlari yo'q. Farqiga kelib aytadigan bo'lsak, birida ikonkasi boshqacha, ikkinchisida Word dasturi bilan bog'liq bo'lgan. Birida fayllarni saqlashda 10 kilobayt, ikkinchisida 11 kilobayt. Endi Word dasturini o'qish prinsiplari boshqacha bo'lganligi uchun menimcha undan ko'proq hajm talab qilyapti. Va e'tibor bering, tip fayligi document WPS Writer deb yozilyapti. Qolgan o'zgarishlar menimcha unchalik ham farq qilmaydi. Keling endi sizlar bilan keyingi bir kerakli amalni ko'rishimiz kerak narsa. Bizda ochilib turgan hujjat bor. Keling mana Word dasturini deylik. Word hujjatimiz bor. Buni yopamiz. Endi mana shu hujjatdan qanaqadir o'zgarishlar qilamiz. Aytaylik, masalan, mana shu joyda birinchi emas, ikkinchi degan so'zni o'zgartiramizda, aslida hali biz buni saqlamasdan turib, biz bu dasturni hozir o'zgartirgan ma'lumotimizni alohida bir yangi faylda saqlashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz faylni nusxa qilib uni ochib o'tirmaymizda, o'sha faylni ochib, faylni o'zgartirishlarni kiritib, o'sha faylni o'ziga saqlamasdan turamizda, biz menyuga o'tamiz va Сохранить как ni bosamiz. Mana bu joyda esa Document Microsoft Word ni yoki o'sha o'zingiz xohlagan formatni tanlaysiz. Ana endi buni bosganimizdan so'ng, endi e'tibor bering, birinchi hujjat emas, balki ikkinchi hujjatni nomlaymiz. O'zingiz xohlagan nom bilan farqi yo'q, Сохранить ni bosamiz. Ana endi keling siz bilan hozir mana bu joyga e'tibor beramiz. Birinchi hujjat deb turgan faylimiz emas, balki ikkinchi hujjatimiz hozir mana shu joyda ochiq holatda qoldi. Sababi birincisini yopib yubordida, ikkinchisini mana shu siz hozir o'zgartirish holatida turibsiz, ya'ni hujjatingizni ochib berdi. Buni albatta siz sezmadingiz, lekin na samom деле orqa fonda shunaqa ish bajarildi. Keling endi bu narsani tekshirib ko'ramiz. E'tibor bering, ikkinchi degan so'zimiz ikkinchi hujjatda, birinchi degan so'zimiz esa birinchi hujjatda mavjud. Uni yopamiz. Ana endi birinchi mana e'tibor bering, yana bitta hujjat hosil bo'ldi. Birinchi hujjatni ochamiz. Ko'rib turganingizdek, birinchi hujjatda birinchi degan so'z yozilgan. Ya'ni biz hali o'zgartirgan, biz o'zgartirish kiritgan o'zgarishlar birinchi faylda saqlanmagan. Endi keling siz bilan bu oynani yon tomonga qo'yamiz. Yon tomonga qo'yib, ana endi ikkinchi dasturni ochamiz. Ya'ni ikkinchi faylimizni ochamiz. Ikkinchi hujjat. Ko'rib turganingizdek, hozir buni mana alohida qilib ko'rsataman. Ikkinchi hujjat, birinchi hujjat. Bu hujjatimizdagi qilingan o'zgarish birinchi hujjatimizga hech qanday ta'sir qilmadi. O'ylaymanki, bu narsa sizga qo'l keladi. Albatta, ko'p holatlarda shunaqa qilish orqali vaqtimizni tejashimiz mumkin. Ana endi keyingi amallarni bajarishni ko'ramiz. Bu keyingi amalimiz nima? Bilamizki, hujjatlarda ishlaymiz va bu hujjatlarni ko'p holatlarda shunaqa vaziyat keladi, bizga PDF variantda tashlab bering. Yoki PDF holatda kitob qilib o'qish uchun juda ham qulay bir format. O'sha formatni qanaqa qilib bu dasturda amalga oshirishimiz mumkin. Buning uchun o'sha kerakli hujjatni ochib olganimizdan so'ng menyuga o'tamiz va Export for PDF shu narsani tanlaymiz. Bunda esa ko'rib turganingizdek eksport qilish imkoniyatimiz mavjud. Buning uchun eksportni bosamiz. Mana bu joyga bayroqcha qo'yib qo'ysak, bu degani eksportdan so'ng o'sha faylni, o'sha yaratilgan PDF faylni ochishni aytadi. Xo'p, eksport. Ko'rib turganingizdek, ushbu dasturni o'zini PDF fayllarni ochadigan programmasi mavjud va bu dastur orqali siz eksport qilingan faylimizni avtomatik tarzda ochib beradi. Ko'rib turganingizdek, bu juda ham bir qulay, shunaqa imkoniyatlarga ega. Endi keling, agar sizga Word dasturini PDF variant emas, balki rasm holatda eksport qilish kerak bo'lsa, eksport va risunokni bosish orqali ham bu amalni amalga oshirishingiz mumkin. E'tibor bering, formatini tanlashingiz mumkin. BMP, PNG, TIFF ahamiyat yo'q. Demak, standartni kачество 200%, 300% eng zo'r formatda ham tanlashingiz mumkin. Endi eksportni bosib ko'ramiz va e'tibor bergan bo'lsangiz, faylimiz yaratilish joyi esa rasmga eksport qilish uchun biz premiumni sotib olishimiz kerak ekan. Albatta, rasmga eksport qilish unchalik ko'p kerak bo'lmaydi. O'ylaymanki, PDFni o'zi yetarli. Keling endi bizni menyumizda yana boshqa bo'lishligi mumkin bo'lgan amallardan birini ko'rib chiqamiz. Bu albatta поделиться. Поделиться degani ulashish degani, ya'ni siz hujjatni yaratdingiz va bu hujjatni kimgadir yuborishingiz kerak. Buning uchun как отправить как PDF qilib ham jo'natishingiz mumkin, ammo поделиться degan joyga bossangiz, mana bu joyda создать ссылку degan, ya'ni общий dostupni ochishlik uchun создать ссылку degan tugmani bosamiz. Buni bosganimizdan so'ng, bu hozirgi yaratilgan faylimizni internetga yuklaydi ushbu dastur va sizga quyidagicha
manzil beradi. Bu manzilni nusxalab olishingiz mumkin va siz bilan biz bilgan kopировать ссылка oldik va Chrome dasturini ochib olamiz. Ushbu linkni yozamiz. Ko'rib turganingizdek, onlayn tarzda Office hujjatimizni o'qish imkoniyatiga ega bo'lyapmiz. O'sha biz yaratgan faylimiz onlayn tarzda bemalol o'sha manzilga ega bo'lsa, bemalol o'zgartirish kiritib, uni turli xil odamlarga tarqatishingiz yoki ko'rsatishingiz mumkin bo'lar ekan, yoki tekshirtirishingiz ham mumkin bo'ladi. Bu albatta juda ham qulay. Nima uchun? Sababi, aytaylik, siz bir hujjatni oldingiz, saqladingiz, uni nusxa qilib fleshkaga tashlab, uni telefonga tashlab, kimgadir jo'natib o'tirmaysizda, shunchaki kompyuteringizga internet ulanadi va поделиться tugmasi orqali shunchaki manzilni o'zini jo'natasiz. U odam o'zgartirishlarni o'sha joyda qiladida, o'sha bilan siz bemalol ishni davom ettirishingiz mumkin. Bu juda ham komanda bo'lib ishlash uchun juda ham qulay bo'lgan dastur. Qulay funksional, aniqrog'i. O'ylaymanki, bu videomiz uchun yetarlicha ma'lumotlar ko'rsatildi. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' omon bo'ling.